Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 7 oyniki 17 kuni juma. Sizlarga nazoratchi ahvollarni uqtirib qo'y deb chiqishim videoga. Ko'rdinglardek men hozir qizimning uyida, nevramniki uyida qilyapman bu ishni. Arqamdagi kitoblarni ham shu nevramning kitobi. 2,5 yoshlik. Bundaq kitapxonasidan 3 varmış öyle üzülürken. Qas öyle kelsem kitaplarını görüp yürüydü. Şuna hazır uda yetapamay. Şuna baş nevramni uy kirib aldım hazır. Şuna aynen galet o'ylab qolmanglar. Nima bugun oldi bilan vatanniki ishlardan boshlaydi deb o'ylab qoldim. Nurg'un qarindoshlar bir necha kun ichida menga ko'plagan uchurlarni avatdi. Oldi bilan ularga hammaga rahmat aytaman. Shu chet eldagi qarindoshlarni xabar tep qolsin deb kim nima uchun olgan bo'lsa, shularni mangdirib o'sha qildi necha kun yoqi. Shunga oldi bilan shuni sizlarga bir yetkazib qo'yay. Men oldingi qatimliq videoda, buningki birinchisi oldingi qatimliq videoda shu 7-ayning 15 kuni Xitoy hukumati bir narsa o'qitmoqchi ekan degandim Sharq Turkistonda. U narsani uqtirmabdi, sal kechib ketibdi. Asosiy sabab nima desa, hozir Amerikada chiqqan Uyg'ur qonuni, undan keyin Amerikaniki bizning vatandagi Uyg'urlar ustidan zulm epirayotgan to'rt cho'ng amaldorni jazolashni boshlaganligi, mush ishlar tufaylidan hozir bu Xitoy rahbarlar vatandagi Sharq Turkistondagi Xitoy rahbarlari aytaylik jip uzilib ketgan laylakdek nima qilishni qolmay bir xil roli jihatni ishlarga kirib qolibdi hozir. Shunga asli planlarim ahmoqqa o'xshaydi. 15-da e'lon qilmoqchi bo'lgan narsani e'lon qilmabdi. Ishqilib shu Amerikada qo'llangan tadbirlar, qonun mushlarniki hozir Xitoyga qattiq ta'sir bo'pti. Ularni qattiq vahimaga solibdi endi. Mush to'g'riliq uchurlar bor. Andan keyin bugungi uchurlarchida endi yana bir qism yaxshi xabarlarmi bor, yomon xabarlarmi bor. Yaxshi xabarlarniki birisi bu ishonchli yerdan keldi. Shu turmaga kesayotgan 20 yildan oz kesayotgan Uyg'urlarniki turma muddatini qisqartib qoldiribdi. Bunun 20 yıl kesken olsa, 20 yıl 15 yıl kesken olsa mesela 10 yılga tushirib degandek. Shuni yeni harakat qilib turibdi bular. Buniki demo shu xalqarodan yaqinda tekshirish umaklaridan kelib qilish ehtimolligi bor deb shundan xil ig'ir vahima o'tishga o'xshaydi. Vahima o'tishga o'xshaydi. Shunga burunqi uzun qamoq jazosiga berganlarniki qamoq muddatini kechiktirishni bo'g'iltiribdi. Ondan başqa qisqa kesilganlar, masalan 5 yil, 6 yil kesilganlar. Bularni hozir quyvat qilib turibdi. Ularni nima debdi desanglar, uyingga qaytib shachudiki o'rganishga qatnashsan deb boshqa qayta qoldiribdi. 5 yil, 6 yil kesilganlarni. 3 yil kesilganlarni shuning ichida deb tushundim men. Bu xil umumiylik ilib berilib turibdi. Xil keng ko'lamda. Endi hammalar nashta qilamdi, o'yini emas. Lekin mushtaq ishlar bo'g'ilib turibdi. Nima Rashida Davud, donliq naqshchi Rashida Davud nima 15 yil kesib ekan. 3-4 kunning oldida quyitibdi. Turmada quyitibdi, hozir uyda ekan. Ba'zi Uyg'ur qarindoshlar berib yo'qlab kelibdi. Naiti urug'lab kichiklab ketibdi deydi. Shunga bunda bir ish bo'g'ilib turibdi. Bu hammamizni xushal qiladi. Vatandagilarning deyishicha shu chet eldagi Uyg'urlarniki to'xtamay tirishishi, kurash qilishi Amerika hukumatining hozirgidek tadbir qo'llanishligini natijasi deb o'ylaydi ekan. Mushtaishlar bo'g'ilib turibdi. Endi bu umumiy doirada bo'lamdi, hamma Uyg'urlar shunday qilamdi yoki vaqtli yoki qisman ahvolda aniq emas. Bu xabarlar endi bu ishlar endi boshlanibdi, 3-4 kun bo'libdi. Ashla bo'g'ashqa buniki umumiylik ahvolini tushungan bo'lmaydi. Bu ikinci xabar. Endi üçüncü xabar Ürümçi Qashqa Xotanni shu Xitoy virusi sababidan qaytadan taqidi. Bu to'g'riliq hozir ko'p uchurlar chiqdi.
ijtimoiy taratqularga ehtimol nurg'unlar ko'rdinglar buni. Endi menga kelgan xabar shu nimeniki hukumatning deyishicha endi bir Uyg'ur ayol Beyjingdan qaytib ketdi ekan. Qaytib kelib 7-ci ayınki 4-cü günümü yoki 5-ci günümü o'tkazilgan bir to'yga berib qatnashibdi. Bu to'yga 400-ci qadam borgan. Shu to'yga qatnashibdi. To'ydan keyin uni u bu yerlarga berib ekan endi. Ashta bo'g'ashqa keyin bu ayolda shu virus bayqilib, shu to'yga qatnashgan odamlarning hammasi aniqlab, kimlar shu to'yga borgan uy-uy, raymi tekshirib shuni aniqlab, biramingdak Uyg'urlarni karantin qilibdi. Ayrım saqlab, kuzatadigan ishni qilibdi, karantin qilibdi. 1000 Uyg'ur ne deydi. Şunu bilan birga, andan u bu sho'chilarni hozir qamallashga boshlabdi. Hamma yani itib, hamma xalqlarni uyingdan chiqmaysan deb. Xitoylarga bu taqash boshlanishdan burun biratlik tamoqlarni akirib olinglar deb ekan. Buni hozir uqtirishida birat taqaymiz ham yani deb shuni debdi. Ehtimal Ürümçideki videolarını ko'rdinglar. Ürümçide adam yo'q. Qo'rqlamkin bir jinniki makanda bo'lib qolibdi. Bu Xitoylar o'tirib ekan, Xitoylar do'konlarga berib yemeklarni bulab setvilib, shunda uzoq o'chirib turib, ashta bo'lib ketibdi. Menga ba'zi qarindoshlar ashta videolarni o'tib berdi. Shu Ürümçideki yemeklarni bulab ketish, bulan tanqlash videolarni o'tib berdi. O iş bo'pti. Uyg'urlardan xabar tepish, bu jihatdagi xabar tepishlar yaxshi emas ekan. Uning ustiga hozir Qashqa, Xotanlardan butunlay taqabdi. Ondan keyin shu shaharlar o'tirsidagi yo'llar butunlay taqilibdi. Bu Qashqa, Xotanlarda nima bo'pti desanglar, oyliklar, Uyg'urlar to'plashib yashaydigan mahalla. Bu mahallaniki atrofi butunlay tom. Faqat birlam temir eshigi bor. Ashadin kimligi bilan yo barmoq izi, ko'zni skan qilib deganda kirdigan qivatga ko'pkan. Ashlarning hammasini taqib etib, qo'plab o'tibdi. Hozirgi bir cho'ng andisha endi Uyg'urlarga mushta qilamiz degan ish baldirib uqtirilmagan bo'lg'ashqa nurg'un kishilarning tayyorligi yo'q. Shuni qanday bo'lib ketadi degan ig'ir andisha bor. Şuna Xitoylarga 7 kunlik tamoq tayyorlanglar debdi taqashdan burun. Bu taqash 16-slar 15-slar yarım kecha soat 12larda boshlanibdi endi. Menga kelgan videolarda 16-slar, 17-slarniki videolar keldi Ürümçideki. Hech qanday odam zot yo'q. Ham yani qop-quruqlik qilayotgan endi. Bu 3-chi xabar. Endi bundaki mushqatimqi yana qaytadan Uyg'urlarni o'ldirib sulib o'tishdiki maqsad haqida har xil farazlar bor. Endi bu rostdan bu kasal yana qaytadan taqilib ketib boshliq bo'ldimi yoki bu Xitoyniki bir o'yinimi uqilolmaydi. Hozir endi nima u degan chog'da Amerikaniki Uyg'ur masalasida Xitoyga ig'ir tadbir qo'llanishi Xitoyniki qo'shinini ko'pirib hozir endi uchini Uyg'urlardan ib qolamdikin degan ig'ir andishi bor. Chet eldagi Uyg'urlarning ichida. Endi mushqitim endi Uyg'urlarni uydan chiqmas qilib etib, cho'ng shaharlarning hammasida shu turmi lagerlarga Uyg'urlarni bir taraf qilib etami deydigan ishi bor. Masalan, boshqa ektam o'yin boshqa bir yerlarga degan. Boshqa bir ektamda yoki o'ldirib etam tashlab bo'lib qolamdiki degan ishi bor. Ondan keyin hozir Xitoy bilan Hindiston o'tirisida ig'ir harbiy surkilish bor hozir. Ashta boshqa bu Uyg'urlarni, lagerdagi Uyg'urlarni shu Xitoy Hindiston chegarasidagi Xitoy deganimizda amaliyotda hozir Hindiston bilan to'qinish bo'layotgan chegara bizning vatanda. Bizning vatanniki Hindiston bilan tutishgan yerda. Ashaga bu Uyg'urlarni bir narsa saldagan apramlaganda degan andishim bor. Bunda ishlar burun ko'p bo'lgan. Agar Ikkinchi dunyo urushidan xabarlar bo'lsa, Gırbanlıqlar nurgun Yahudan tutib olgan ekan, ularniki ishga yaraydigan kuch va odamlarni to'plab boshlarga saplamkan potay bu narsalarni sağuzgan. Xitoy menda Uyg'urlarni shu narsa qilib salam ekan degan u andishim bor. Ondan keyin yana bir andisha biga 17-slar bo'ldi, 31-slar Xudoyim bo'lsa Qurbayit bo'ldi. Endi bu Qurbayitniki kelishga o'tib Uyg'urlarni bu yil qanday qilishini bilolmay Xitoy hukumatı.
hozir butlay cheklamasa xalqaro besini xili bor bo'lgandan keyin işte karantin qildik deb hammasini uyga sulib o'tib hech qanday yet narsa o'tkazmaslikka ashyatin ko'rayotgan tadbirmikin deb faraz qilganlarmi bor. Bularning hammasi faraz hozircha zodi qasi ras uqul bo'lmaydi. İşqilib bu ahvol hozir ig'ir ahvol. Menga bugun kelgan bir uchur Ürümçide shu uydan sirtga chiqib qo'ymaydigan Uyg'urlarning uyiga Sahiya sahasındaki odamlar kirib, ularga Xitoylarniki Jonyi dorisi deymiz biz. Xitoy dorilarini ichiga turibdi. Sabin demabdi, nimdorlig'ini demabdi, shularni ichiga turibdi. Hammalanga deydi. Uyimga kirib shu dorilarni ichiryotdi deydi. Men faraz qildim buniki ikki xil ehtimolli bor deb kam degan chog'da. Uning birisi agar Xitoylarmi shu Xitoy virusi haqida vaksin ishlatgan bo'lsa, shu vaksinni shu Urumchidagi Uyg'urlarga sinab qo'yatamdikin deb o'yladim. Bu birinchisi. Ikkinchisi zaharmidi bu degan andishim bor. Xabarlarda bor Wuhanda bu yil shunday Wuhandagi kasal portlagan chog'da nurg'un uylarning hammani sirtni qulpilib o'tib, odamlar, uydagi odamlar o'yma-o'y o'lib ketdi. Bir adam kasal olgan bo'lsa, qog'alarga yuqib, ochdan o'lib ketganlarmi bor, kasal yuqib, oila bo'yicha o'lib ketganlar bor. Endi mushtaq vaqtda Uyg'urlarni uyga sulib o'tib, ularga zahar bersa agarda. Zahar berib keyin andiki buni shu yuqmalagan ekan, uydagilarga yuqib o'lib ketibdi deb, shuni bana qiladigan degan ma'andishim bor. Hozir qadar mening kallamga kelgan andishim ishki. Endi buning qanday ehtimollar bor? Qarindoshlar boshqa xabar olganlarmi? Agar ishlar bo'lib qolsa, yetkazib qo'yinglar buni. Menga. Buni xalqaraga deyish kerak, yetkazish kerak. Bu ahvollar intayin og'ir. Andikin 4-chi xabar yaqinda shu Xitoyniki boshliqlar bilan bo'lgan bir qism paranlarda bor kishilardan va boshqa o'ttirdagi odamlar orqali menga ba'zi uchurlar keldi. Uniki birisi Chinchuangu aslida 2016-yilda Sharq Turkistonga kelgan chog'da Uyg'urlarni jildidan quritib o'tish vazifasi bilan kelgan kabi. Buniki bir ifodasi nima desanglar, o'tgan yil 2019-yili Chinchuangu bir avtobusda o'tirib, xil cho'ng avtobus ekan bu. Uningda bir 20 yaqin odam bor ekan. 20 yaqin odam bor ekan, shu avtobusda Urumchida aylanibdi. Ko'chani aylanib yiqibdi. Bunun ichida bir 5-6 dak Uyg'ur kadrlar bor ekan. Masalan, Shuhrat Zokir, Shavkat Emin deydi, yana bir qozoqdan bo'lgan bir kadrmi bor ekan. 5-6si Uyg'ur, qozoq ashtaqlar ekan. Qolganlari Xitoy deydi, 16-17 odam bor ekan avtobusda. Ashtaq ketib o'tib, ko'chada ketayotgan Uyg'urlarni ko'rib, Chinchuangu avtobuslar debdi. Endi Uyg'ur yurdi-ku. Nima tutdinglar bu Uyg'urni deb. Shundoq chirin-sat qilib, Uyg'urlarni hech tutolmaysizlar. Endi Urumchi ko'chada Uyg'urlar yurdi deb ashta debdi. Debdikan qog'allar sal bir-biriga qarashib qilib, bu biz nurg'unlarni tutdik, mana qilib qolganlarda hech qanday gunohi yo'q odamlar desa, hammani tutish kerak bo'lardi. Ko'chada odam qolmasin deganda ashta gaplarni qilibdi. Demak, bu yerda endi bu plan, aslidagi plan, Chinchuangudagi asli plani Uyg'urlarni jildizni yo'q qilib yashamoqan chog'da Urumchining ko'chasida mangdigan Uyg'urlarni qo'ymaslik darajada ekanligi pashib qolibdi shu yerda. Menga bu tushuncha keldi. Ondan keyin shu bir haftaning ichida, oldingi haftalarning ichida Juhaylami bir so'rinda parang bo'lib qolibdi. O'qislar bu Xitoydan 4 odamga jazo qo'llandi Amerika. Uniki birinchisi Chinchuangu, ikkinchisi Juhaylon endi. Men o'tgan qatimki videoda sizlarga degandim, Juhaylon Uyg'urchani biladigan bizim vatanga kichik vaqtida berib tushadi, cho'ng bo'lib Xotanda uzun muddat ishlab qolgan go'y bu. Uyg'urlarni bek biladi. Uyg'urlarni eng ig'ir bostirgan go'ylarniki birisi shu. Chinchuangudan hali baldir boshlagan bu Juhaylon degan go'y. Buniga debdi shu sinma jazoladi. Sen bunu qanday qaraysan deb shunaqa paranglar bo'pti endi. Paranglar bo'lsa men meni qilgan ishimni hech qaysi o'zim o'ylab qolgan emas. Men faqat yuqoridagi buyruqni ijro qildim. Vaqti kelgan chog'da men shu tashvishdan adam kelib qolsa, tashkilot adam kelib qolsa, shularni shu gapni deyman. Hech qanday ishni o'zim qilgan emas.
Hammasi yuqoridagi buyrug'i bilan yuqoridagi urlashtirishli qilgan. O'zim qilib boqmagan deb shu gapni debdi. Ishqib uniki buni aytdi qo'qqanligi aniq. Shu sorunda bor kishilardan o'tirgan odamlar keldi menga bu xabar. Mana debdi. Endi nima Chenchuangomi o'tganda ochilgan qurultayda bu muxbirlarni qabul qilgan vaqtidami ashta degan. Bu ishlarni men o'zim qilgan emasman. Yuqoridagi buyruqni ijro qildim deganda gap qilgan. Yaqinda Chenchuango Jo'xaylin qatorliq 4 odamni jazolaydiganligi qaror qilingan ekan Amerikada. Nima Chenchuango intan qo'rqib ketib, o'burniga kirib yig'labdi o'burnining ichida degan gapim bor. Buni men Xitoy ziyolilari o'zining programmalarida shuni dedi. Rasmiy chaqchaq muhmudim chiqib, nayti qo'rqib ketganligi aniq. Endi o'tganda men mana shu odamniki jazolanganligini degan vaqtimda ba'zi ularniki bu ishning qancha ta'siri borligini biroz to'liq demabdiman. Hozir endi Xitoyni intayin ig'ir darajada vahimaga tushirayotgan bir narsa shu Xitoy rahbarlarininki jazolanishi. Uyg'ur masalasida shu bizniki vatanda Uyg'urlarni ustidan bostirish olib borayotgan 4 Xitoy amaldori jazolandi. Hozir Amerika Hong Kong masalasida shuning chetishliq butun Xitoy rahbarlarini jazolash bu to'g'riliq hozir ichki jihatdan maslahatlar elib berilyapti hozir. Endi ularni jazolasa Hong Kong munosabati bilan Hong Kong shiva munosabatli Xitoy rahbarlarini masalan Jonjujuniki a'zolari deganlar jazolasa bu Xitoyda intayin cho'ng texnik cho'ng besim paydo qildi ekan. Birisi ularniki o'ziniki shaxsiy manfaatlaridan ayrilib qolganligi uchun cho'ng besim bo'ldi ekan. Ikkinchisi bu ishning turtkisi bilan Xi Jinping va uningga qarshi turadigan qolgan rahbarlar o'rtasidagi ziddiyat intayin keskinlashdi ekan. Amaliyotda bu ziddiyat hozir buni keskinlashib qolibdi. Ikki jihatdan bu Xi Jinpingning tutqayligiga qarshi norozi bo'layotgan nurg'un kishilar bor ekan. Shu nima 7-oy kirganda yoqi Xi Jinping hech narsa ko'rinib boqmaydi deydi. Yo'qolib ketibdi hozir. Nadaligini bilib olmaydi. Zhou Yukang ancha-muncha u yerlarda bor ekan, Xi Jinping yo'q. Ashundaq. Shu Xitoylar ichidagi bu ichki kurash intayin eg'ir ekan hozir. Bundan boshqa hozir Amerika shu butun Xitoydagi butun partiya a'zolari va uniki oila tabatlariniki Amerikaga kirishni cheklash haqida muzokara olib boryapti. Bu to'g'rimi bir qaror chiqarib, ularni nima deymiz buni? Executive order deymiz. Executive order olamdi yoki boshqa bir qonun bilan o'qimadim. Shu buni hozir maslahatlashib yetibdi. Agar bu o'tirg'i chiqsa, buning ta'siri texnik cho'ng bo'ldi ekan. Shu Amerikaga kelib bo'lgan, lekin Amerikaga grajdan bo'lmagan Xitoylarni oydaydigan o'xshaydi agar bu ish olib qolsa. Oydaydigan o'xshaydi. Ashta boshqa hozir endi butun buningki ta'sir qiladigan odamlarning soni sizlarning xabaringlarda bor. Xitoyda 90 million partiya a'zosi bor. Uniki oila tabatlarini qo'shgan vaqtida 200 milliondan 400 milliongacha odamga ta'sir qilish mumkin deydi bu. Ashta boshqa aşınçılar köp Xitoylarniki Amerikaga kelishi cheklandi degan gap endi. Bu ishni amalga oshirmoq oson emas, %100 amalga oshirib bo'lmaydi, lekin 90% dan yuqori darajada amalga oshirib bo'ladi deb o'ylayman men. Shunga bu ish hozir intayin cho'ng xabar bo'lib ketdi. Mush ishlar tufaylidan hozir butun Xitoyda bir xil vahima paydo bo'ldi. Amerikaniki tadbiriga nisbatan endi. Endi şunun Türkçesini bu atamda yoki emasmi o'qimadim. Jojangda shu ish chiqib qolgan Uyg'urlardimi shu Xitoy virusi yuqumlangan odamlar bayqilib buni aytib cho'ng xabar bo'lib ketibdi. Shu Jojangdagi gazetlarda deydi. Televizorda xabar bo'lib ketdi deydi. Endi buni nima uchun xabar qiladi? Nima uchun bunda tashviqot qiladi? Buni hozir meni intayin ta'sirlayotdi. Shoga vaqasini ma'lum bilisizlar 2009-yildagi. Agar bu ashlar asıb qolsa, buniki ba'zi salbiy natijasi kelib chiqish ehtimolligim bor, ijobiy natijasi kelib chiqish ehtimolligim bor. Ijobiy natijasi nima desa, Uyg'urlarni ishga olmayli deb zotli Uyg'urlarni o'zini yurtiga qaytaritish. Bunday bir ehtimolligim bor.
Yana bir tarafdan ishkiga olib bo'lgan Uyg'urlarni ujuqtirish ehtimolligim bor. Xitoyning aslidagi plani Uyg'urlarni yo'q qilib o'tish. Men sizlarga izlab keldim. 3dan 1 qism Uyg'urlarni o'ldirib yo'qotib o'tish, 3dan 1 qismini sulab yo'qotib o'tish, qolgan 3dan 1 qismini mashina odamlarga aylantirib qo'yish. Bularni hozir hammasini hali ko'p darajada qilib bo'ldi bular. Bo'libmi lagerga yetib chiqqan odamlarning ahvolini olsanglar, rasmiy mashinadan o'xshaydi. Burungi insonligi yo'q. Yaqında men yana bir kishiniki xabarni angladim. Doktorlik unvoni va oliy maktabda o'qituvchi lagerga yetib chiqib, hozir ish vaqtida odam bo'libdi. Kimni ko'rsa partiya menga bakam qo'l qildi deb partiya maqtab o'tirdi ekan. Ashta yerim sarang olib qoldim aytgan chog'da. Bunda ahvollar bek og'ir hozir. Ashta bo'g'alik uchun endi Uyg'urni yo'qotishni Xitoylar planlab bo'lgan allaqachon. Hozir har qanday bir sabab bo'lsa shu yo'lda ish tutdi bo'lar. Ashta bo'g'ashqa bu Jojandagi xabarning chiqishi meni nayta ansiratdi. Agar qarindoshlarda mushayat uchur bo'lsa-mu, yetkazib qo'ygan bo'lsanglar, biz buni agar ashtalar rasib qolsa, chet elda buni cho'qim yetkazmasak olmaydi. Bu bek muhim ish Uyg'urlar uchun. Endi vatandan kelgan yangi xabarlar shunaqroq, endi xalqaro ishlar to'g'riliq, xalqaro vaziyat to'g'riliq ozroq to'xtalay. Ularniki birinchisi, cho'ng xabarlarning birinchisi, Amerika maktabga berib o'qimaydigan chet elliklarniki vizasini 9-oydan boshlab uzatmaslikni qaror qildi. Buniki bizlar nima munosabati bor degan chog'da, hozir Amerikada o'qiyotgan chet ellik o'quvchilarning tang yarimi Xitoyga. Yerimdan ko'proqmi Xitoyga. 400 mingdan oshdi ekan bular. Ashta boshqa 400 mingdan ortiq Xitoylar agar maktabga berib o'qish sharoiti bo'lmasa maktablarda ularning vizasi uzatilmadi degan gap, ular Amerika qaytib kirmaydi degan gap. Shunga bu hozir Xitoyga intan cho'ng zarba bo'ldi. Zarba bo'lib Xitoyniki tashqi ishlar ministriniki bayonotchisi qilayotgan so'zlab Amerikaga hujum qilib degandek ishlarni qilib qo'yatdi ishlar to'g'riliq. 400 ming. Sirshvan deb anladim men. Sirshvan deb anladim. Sirshvan. Ishtaroq anladim ish qilib. Ashta bo'lib qolsa bu son intan cho'ng. İkinci çoğun xabar yaqında Hong Kongda yana bir dastlabki saylam epirildi. Saylamniki tayyorlik saylam o'xshaydi bu demokratchilarniki. Ashta yapaganda shuningga 620 mingdan ortiq odam qatnashdi. 620 ming. Lush Arwan deydi. 620 mingdan ko'p odam qatnashdi. Xitoylar yangidan qonun chiqarib, Hong Kongni qo'rqitib, ashunda qig'ini qaramay, Hong Kongliklar yana bir qatim dunyoga o'ziniki naqadar bir qaysar kishilar ekanligini yana bir qatim namoyon qildi. Bu munoiti cho'ng xabar bo'lib ketdi. Birisi Xitoyniki qattiq besim bor, yana bir tarafdan Xitoy virusniki besim bor hozir. Ashdan qaramay, yana shunchalik odamlar kunlab shu uchrab turib, bilat tashliq chiqib, ajoyib bir qaysarlikni ifodaladi. Üçüncü çoğun xabar, ehtimal sizlar anladыңlar. Ben Facebook'a chiqarib qo'ydim. Ben o'tgangi videoni ishlab bo'lgandan keyin chiqdi. Xitoymi Amerikaniki 4 amaldori ustidan 4 amaldorini jazolaymiz deb e'lon qildi. Xitoylarniki tashqi ishlar ministridan. Bunun ichida sizlar gapirib tunishib bo'lganlardan senator Michael Rubio var. Anadaki Ted Cruz degan yana bir Texas'daki senatorisi var. Bular ishqilisi Republic'niki. Andan keyin bosh kelgan. Andan keyin nimba Christopher Simmons bor. Umuman shu Christopher Simmons bilan Michael Rubio bu ikkisi shu Uyg'ur qonuniki o'tirib chiqishida eng kuchli odamlar bular. Bularniki bu işe demendi. Şu Amerika Kongresi'ndeki Xitoy İşleri Komitesi'ndeki rehberleri bular. Bu işe dem anındaki Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitesi'ndeki başlığı. Onu mu koşup 4 adamga jazo qo'llaymiz deb e'lon qildi bular. Lekin
qanday jazo qo'llandı konkret tadbir yo'q. Uni tilga olganda bularniki Jungoga kirishini, Xitoyga kirishini cheklaymiz degan gap qildi. Ayta qilganda ma Twitterda asosan Twitterda u yerlarda bir narsa yozib Xitoyni shanxo qilgandek chaqchaq qilib o'tkazadi bu narsani. Xitoylar mushtashan qilish orqali qanday o'zini yamir qatim sharmanda qildi deb o'ylayman men. Anından keyin to'rtinchi xabar bu Turkiya haqida. Yaqinda Turkiyaniki EY partiyasi Uyg'ur kishilik huquqi masalasi to'g'risida bir qarorni o'tirg'a qo'yibdi ekan. Buni Turkiyaniki hozir hokimiyat ustida turayotgan Turkiya Büyük Millat Majlisi 10-iyul kuni uni rad qilyapti. Uyg'ur kishilik qonunini qarorini rad qilyapti. Shuningla bu ishini yetib qoldi. Shunda qilib Uyg'ur masalasi Turkiyada hozir endi hech qanday bir kun tartibga kirmayotdi. Ma bir konkretni ilingan bir tadbir, bu tadbir hech qanday hech narsaga borolmadi. Tasdiqni o'tmay shubhat qilib qoldi. 5-chi xabar yaqinda buni uchirtib qoldim. O'tgan hafta bir Amerikalik South Carolina degan bir shtat bor. Amerikaniki sharqiy qirg'oq tarafida, o dengizning bo'yida. Aşağıda arjilisi shu kichik parxti va parx saqlaydiganlar yig'ilib bir bayramda bir narsa qiladigan bir ish bor o'xshaydi. Bu yil shuni qilamiz deb bu yil endi shu faoliyatni shu parxtlarni olib shu yerda bir kun sayohat qiladigan mushtaq bir faoliyatni Donald Trumpni himoya qiladigan qilib faoliyat qilaylik deb birisi Facebook'ga o'tirib chiqibdi ekan. Chiqirib o'zi endi bir hozir Xitoy virusining ishlari bo'lg'achqa 100-200 farklı kiler deb o'ylabdi ekan u yerga. O'ylabdi ekan, o'ylamagan yerdan 11 shtatdan 2-3 ming dak farklı ketdi u yerga. Kelib rasmini ko'rsanglar shunchalik odamni bir xil oyajon soladigan ko'rinish, hammadan farqqa Donald Trumpni himoya qilib bayroqlarni qadayapti endi. Donald Trumpni himoya qiladigan to'liq bayroq qadayapti. Ashta bir ahvol ish bo'ldi. Hozir yine Joe Biden bilan Trump o'tirisidagi bu talashlar keskin bo'lyapti. Ba'zi raisnashlarga qarasanglar, masalan, tunugun birisini e'lon qildi, men televizorda ko'rdim. Unga qarasanglar, Biden'ninki 52%, Trump'ninki 40% deb chiqyapti. Men o'tgan qatimda deganimdek, bunday ishlar bu raisnashni kim yapadi degan bilan munosabatlik. Manında Biden Trump'tan üstün turdu endi. Lekin şu o'tganki shanba kuni yashanba kuni bo'lgan faoliyat, ash faoliyatlarniki ahvoldan qaragan chog'da men o'zim shaxsan Donald Trump asal o'tib ketadi deb o'ylayman. Ahtarliklar bak davran sanmaydi. Lekin vaqti kelgan chog'da bir xil chiqib lamkin bilan tashlaydi bular. O'tgan qatimki oldingi qatimki saylandimi hech kim Donald Trumpni utalaydi demagan. Ben nurgun leksiyalarını anlayan şu çağda. Hemmisi Donald Trump yıkım ikilenmeydi degen. Kim bir neticesini gördük. Şuna Donald Trump asal otup gidiyordu da oylayayım hemen. Lekin mandak raisnaşlarda yani Biden'niki aldı tüketip bağaları biraz çıkmadı haberlerge. Bunu bir dakika dedim. Bu 5. haber. 6. haber Donald Trump özündeki barlıq ministerliği dep hemmenla Xitay üstüden şikayet kılınlar. O bu yerda so'zga vaqtinlarda bir ikki jihatdan bir yo'l yo'riq turibdi. Shunga yaqinda hozir Pompeo'ni bilasizlar, Pompeo har kunisidagidek Amerika tashqi ishlar ministri har kunidek Xitoylar to'liq so'zlayapti, Uyg'urlarni tilga oldi har qatim. Hozir boshqa ministerlardanki boshliqlari chiqib so'zlab, Uyg'urlarni tilga olib, Xitoyni intayni qattiq ayblab ashta qilyapti. Hozir endi kim nerede so'zlasa Xitoyni bir ayblaydigan ahvolni aytdi. Umumyuzlik bir ahvolga aylandi. Bundan başqa, aldığımız 2 gün içinde Pompeo Xitoyniki Janubiy dengiz rayoni haqida keskin gapirdi. Burun deb baxmagan gaplarni debdi. Masalan, aşağıdaki nurg'un orollar bor, nima Xitoy o'zininki zimni deb o'zini xaritasiga kirgizib olgan. Uning ichida ba'zi suv osti orollar bor ekan. Üstüge kurilmaydigan lekin osti tosh teyizda endi. Aşağılarni o'zining xaritasiga kirgizib olibdi ekan.
bu jihat xalqaro kelishim bor ekan, suv ostidagi orollarni hech kim meniki davosi bo'lmaydigan. Pompeo intayin keskin holda Xitoy shu o'ziniki xaritasiga kirgizib olgan u rayonlarning hammasi xalqaro rayon. Xitoylarniki egilik ega bo'ladigan hech qanday qonuniy huquqi yo'q deb davatdi bu odam. Endi buniki ahamiyati nada degan chog'da hozir endi Xitoy yana bu Xitoy dengizida har xil harbiy ishlarni olib beryotidi. Atrofdagilarga tahdid solib, u bu qilib. Endi hozir Amerika mandaq bir maydon tutish orqali Xitoyga signal berib qo'ydi deydi. Agar Xitoy bundan sal o'zini bilmasa mumkin, shuni bana qilib turib Xitoyni etishi mumkin deb. Bir sevagan sun'iy oralim bor. Hozir Amerika aşınmı qonunsiz deb e'lon qilibmish qatamanda. Mesela bu boshqa Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi surkilish nihoyatda keskin bo'lyotidi hozir. Hozir bu yerda Amerikaniki 2 yillik aeroplan to'shqich farqi bor. Aviatmak odamda men faqat og'zim kelmaydi kechiringlar. Aircraft carrier. Hong Kong mujan deganda. Ikkisi bor. Angliyaning birisi keldi. 3 hozir shu yerda tayyor turibdi urushqa. Yaqında Tayvanga nurg'un yangi qurollarni setib berdi. Hozir Yaponga nihoyatda jiddiy tayyorlanib urushqa. Ashta qilib shu Xitoy bilan tutishib qolgan ehtimollik nihoyatda cho'ng bo'lyotdi shu rayon o'zida. Bu bir cho'ng xabar. Ondan keyin 7-xabar. Yaqında Steve Bannon endi bir qism gaplarni dedi. Uniki deyishcha, shu Xitoyniki Wuhan tajribaxonasida ishlagan odamdan birisi Amerikaga qochib kelyapti. Nihoyatda nurg'un uchur bilan qochib kelyapti. U burishgan undan boshqa ayni vaqtda shu Wuhandagi biologiya tajribaxonasini qurgan vaqtida Fransiyaliklarga yordam qilgan ekan shu tajribaxona qurilishiga. Shu chaqda ashaga o'rnatilgan maxfiy tekshirishlar bor deydi. Maxfiy tekshirish yoki kamera degan narsalar bor. Shunga hozir zodi Wuhanda nima ish bo'lganligi haqida Fransiyaning qo'lidami bir qism muhim uchurlar bor deydi. Endi yaqinda Donald Trump oshkora holda Xitoyga otdi shu Xitoy virusiniki ishini endi. Buni asos burun unda oshkora demagan. Hozir texnik deydigan bo'lib ketdi. Cho'qim bularniki qo'lida uchur bor deyilyapti endi. Endi to'lam to'ltish ishlari boshlandi. Hozir shu paranglar bak eg'ir hamiyada. Agar bu ishlar boshlansa, taxin biz ko'rgan nurg'un qiziqarli ishlar bor deb o'ylayman. Ondan keyin 8-xabar albatta men degandek Amerikadagi nurg'un cho'ng rahbarlar shu Uyg'ur masalasi to'g'riliq, Xitoy to'g'riliq hozir har kundagidek Xitoyni eplab qilgan bo'lib ketdi deb bugun ko'rsam burun Amerikadagi prezidentlikni tanlashgan bir Republik partiyasiniki bir kandidati bor. Mitch Romney degan odam. U odam o'tganda bir poyezd stansiyasida qo'llari oqsa bog'langan, ko'zi itilgan Uyg'urlarni yutkab ketib qolgan videoni chiqarib shu to'g'riga qilibdi. Uyg'urlarni ustidan elib bilgan bostirish haqida. Bugun qilibdi Xitoyni eplab. Ondan keyin 9-xabar ehtimol sizlar oldinglar. O'rta Osiyodagi Uyg'urlarniki o'lib ketish ahvoli intayin og'ir. Meniki bilishimcha, har bir mahallada Uyg'urlar to'plashib yashagan mahallada deydi, kuniga 3 6-7 kichik odamni kun batimiz deb anladim men. Har kunisi. Bak umumizlik yo'q ketibdi. Biz biladigan naqshchi Sultan Mehmet akamiz, u akamiz bir haftaning oldida, 10 kundak vaqtning oldida shu kasal sababdan o'lib ketdi. Bu ishlar pek og'ir bo'lib turibdi. O'zbekistonda yeniqgan boshqa yerlarda. O'tganda men degandim, bu Xitoy virusiniki kuzi bor ekan. Kim Xitoyga yaqin o'tsa, oldi bilan shularga yo'q ekan bu deb. Shunga biz ufqimiz Qozog'iston, Qirg'izistonlarmi kim bilan yaqin, Xitoy bilan yaqin endi. Ularniki nurg'un odamlar ishlayotdi u yerlarda, bu davlatlarda. Uning qaraganda O'zbekistonda sal ozdi. Shunga hozir bu qatimmi yana kasaldan yuqumlanish ahvoli O'zbekiston. Salom qarindoshlar. Bu nima bo'ldi uqmayman. Bu qat'iy bo'lib boqmaganda burun olibdi, uzib ketadigan ish bo'lib boqmagan. Hozir ashta bo'lib qoldi.
Şuna yine kayıt ahırını kıvitey dedim. Azırak kap kalgan tesile. Andi abetin ötke yaptığın içinde Türkiye'de boğan bir ahvalını dedim. Uygur meselesinin ki hazır kat'i bir hükümet tarafından resmi bir sahneye çıkmaya batqanlığı hakkında. Hazır yakında yine bazı işler doğrusu üzerime oynayıp kaldım. Biraz adamın konuyu yerim kıldığın ahval. Amerika'da bir Müslüman var. Farid Zakariya deydiğen kişi. Bu netçe çoğun medyalarda işleydi. Özüm Müslüman. Ben bu kadar misal tekşirip baktım bu adamını. Aslında Hindistan'da doğulganken, Hindistan'da doğulup, o yerde dastlabki bir o'rta darajalik texnikumdagi maktablarda o'qib, keyin Amerikaga kelib, Amerikadagi Yale Üniversitede bakalavr olibdi. 86 yılı. Ondan keyin 93 yılı Harvard Üniversitede doktorluk unvoni olibdi. Bu her günü CNN'da bir 20 saatlik programımız var bunun. Her günü şundaq. Programımız var. Ondan keyin bundaki o'zidagi qolgan programımızdaki muhim mazmunlarını bu yazma şekilde de torbette çıkarıp koydu. Eğer tizimlasanız sizge otomatik aldı keldi bu e-mail ilxat bulup. Ben şuna her gün dikkat kılmaya bunu bir neçe yıl bulup kaldı. Yani bu bir Müslüman. Hazır andi Uygurların ahvali bütün dünyada müşnaq bir çoğun bir haberga aylanıp ketdi. Hala uzun boldu müşnaq bu vat kılmandı. Aşta boğaşqa bu bir Müslüman boğandikin Uygurlar doğru kelgandikin dep şunda bir arzuda bunun pek ta'siri çoğun bir adam bu. Aşta boğandikin arzu kılattım. Neçe ayın aldı da 3-4 ayın aldı bir kıtım. Bir neresi çıktıymış adam bir neresi işleyen programın içinde. Çıktı lekin unudu mu? Xitaylarniki Uygurlar üstüne kullangan Amerikadaki siyaset kolunuşundaki sebepler hakkında toxtulup intayin bir taraflamalık bir adi neslerini qıptı yani çıkarıptı. Çıkarıptı ben şunu olan onunki yazgan nesini Twitter'a çıkarıp biraz radiye verdim. Düşünce verdim. Bu asla sebep emas. Xitay'niki Uygurlarni bastırışındaki sebep bu emas. Aslında mundaq 6 sebep var da benimki üzerimdeki tızvagan 6 sebep vardı. Aşağıda bir nasip verdim. Demek ki bir Müslüman adam her günü program işleydi. Ben küzütüvatkan bir yılın içinde aram bir kıtım bununki bir nasip çıktı. Çıkan çağdım o bir taraflama. Uğurluk emas oturup koygan fikir. Aşağı çıktı. Şuna bu iş devamlı konumu yerimi kıldı. Yakında ben şuna olan nemine ben burun sizlerge tanıştığım iki dini öleme var. Yasir Qazi bilen Noman Ali Khan. Şu bular qandarak ketip atqanda Uygurlar to'g'riliq ancha-muncha gap qilayotganmidi deb Yasir Qazi'niki videolarini tekshirib baktım. Tekşirsem Yasir Qazi bundan bir yıl burun Xitoyga berib Xitoyga borgan vaqtida qaytib kelgan chog'da Uygurlar to'liq ancha-muncha to'xtalgandi. Undan keyin qat'iy to'xtalib olmabdi. Ben videolarini tekshirib ish qilib Uyg'ur to'g'riliq ishlagan video yoki bergan qutba bir narsani bir yilning ichida yo'qligini sezdim ben. İntayin konumu yerim olib ketdi. Aniki Noman Ali Khan tekshirsam u buningdan 9 ay burun bir jumakadagi xutbada Uyg'ur masalasi to'xtalibdi, Uyg'ur to'g'ri so'zlabdi. Vaqti bek uzun emaskan o videoniki mi? Uyg'urlar to'g'risida to'xtalibdi. Ani unikini YouTube'ga chiqarib qo'yibdi. Ben bunu qancha adam ko'rgandi deb qarab baksam 332. 9 ayın aldı çıkılgan videonu ko'rgan qitim soni 332 ga. Noman Ali Xonniki necha 10 ming, necha 100 mingga yashkishlar bor. Ma Uyg'ur masalasi kelgan chog'da ahvol mushtaq. Bu gaplarniki deyishimda Uyg'urlarniki qimmati qattiq qilinmaydi musulmon dunyosida. Zadlam qilinmaydi. Endi mush odamlar naiti dini jihatdan cho'ng gaplarni qiladi. Masalan biz kichigimizdan tortib anglab cho'ng bo'lgan bir gap musulmon faqat bir Allohdan qo'rqadi, boshqa hech kimdan qo'rqmaydi deb anglaydi. Men bu leksiyani Yasir Qazi'dan anglagan. Yasir Qazi'ning leksiyalarida Noman Ali Xonning leksiyasidan anglagan. Bugungi dunyoga qarab boqadigan bo'lsak,
Xitoyniki pulsin deb bütün musulmonlar Xitoydan o'g'ish qo'yib. Şuna mening oldimda nihoyat bir cho'ng savol bor. Zodi bu musulmon dunyosida qandaq dunyo bu? Bu islomdagi albatta men tilga shu prinsiplar, shu qoidalar bularga yuqmamdi. Nima bo'lib ketdi bu dunyo? Deb işte o'ylab ketdim mana shu bir hafta ichida. Nihoyat qattiq ta'sir qildi bu ishlar. Bu ishlarga men diqqat qilishimga sabab yaqinda bizdagi bir nechta qarindoshlarimiz YouTube kanallarını başladı Türkçe. Türkçe başladı ularni ko'rib baktım. Her işleyen videolar qancha qatim ko'rilayotgandi o deb. Mesela Dünya Uyg'ur Qurultayının bir haftada bir qatim chiqadigan xabar bor Türkçe. O Dünya Uyg'ur Qurultayının xabari 200 atrofida 200 odam ko'rdi ekan uni. Haftada bir qatim chiqqan xabarni. Yana birisini tekshirsam 100 kun bormay aytibdi. Buni ko'rgan qatim soni Türkçe YouTube kanalı. Her qatimliq programni ko'rganlar 100ga bormay aytibdi. Yana bir qarindoshimiz qilayotgan bir guruh o'quvchilarimiz qilayotgan video bor ekan, uni qarab baqdim. Uni qarasam 60 qatim, 126 qatim, 288 qatim deydi, shunday qilamkan. Ishqilib bu Türk dunyosimi mushi qadar beparvo Uyg'urlarning masalasiga. Bu ishlar meni intayin qattiq echindudi. Agar Amerika bo'lmagan bo'lsa, biz qaysi kuni qolardik ekan bilmayman. Ben bu işler olup bunu köp toplamayman. Çarşamba günü Türkiye'deki Uygur Biz degan kanalni mandıratkan ufkular bir söhbet ötkazsak da bir söhbet ötkazdik. Onunki videosu meniki YouTube kanalında mı var? Ulanıkidim var. Bu doğruluğum biraz toxtaldım ben. Şimdi bir anlat bakalım. Uygurlar bunundaki kandaş yaşaş cihette muş amillarını mı o'ylamasak bo'lmaydi. Biz o'zimizni Türk deb keldik, musulmon deb keldik. Endi bugun bizniki beshimizga kun tushgan chog'da qash kuni ko'ryapmiz biz. Bizniki musulmon qarindoshlarimiz, Türk qarindoshlarimiz bizga qanday qarayapti? Bizniki nima qiymatimiz bor ularning oldida? Shunga bu ish to'g'riliq men bu masala to'g'riliq yana bir videoda obdan to'xtaldim. Bugun uni takrorlamayman. Bo'lsa shuni bir ko'p bo'lgan bo'lsanglar, men shu videoni ostiga uni chiqarib qo'yay. Yana bir degan tilga qo'ydigan bir xabar ehtimol esinglarda bor. Bu Arslan Hidoyat inimiz bilan Abdug'ani Sabit ishkallan yapayotgan Talk to East Turkestan degan bir Facebook hisobi bor. Bularning YouTube kanalim bor. Bular yaqinda intayin jonliq ishlarni qilyotdi inglizcha. O'tganda Avstraliyadan Xitoy bilan so'qishib qolsa, matatni chiqarayotgan bir bola uni intervyu qilgan. Menim bilan suhbat o'tkazdi, boshqa nurlar o'tkazdi. Yaqinqi bir haftadak vaqt ichida Adrian Zenz bilan suhbat o'tkazdi. Amerikada bir pensiya chiqqan general bor. Spalding degan kishi pek ta'sir bor bu odamniki. Bir kitob var, intayin danliq kitob. Hozir to'xtamay Xitoylarni pash qilib so'zlab turdi. Amerikaniki Xitoy siyosatiga ta'sir ko'rsatgan odam bu. Bir cho'ng general. Xitoyda 2,5 yildak ishlab boqqan, ayni vaqt Xitoychani biladi. Yaqinda buning bilan suhbat o'tkazdi. Tunugun Gordon Chang degan bir kishi bor. Bu kishi yerim Xitoyga deb o'ylayman men. Absadasniki bir yerim Xitoy, ammo o'zi Xitoyning aytibdan tushundigan, izchil turda Xitoyni pash qiladigan ishlarni shug'ullangan odam. Bir maktabda Harvardmi, bir maktabda professor bu odam. Yani tadqiqot o'rindimi men degan izlashni unutib qolibman. Anından keyin ikki kitob bor bu odamniki. Men bundan 10 necha yil burun Xitoyniki yiqilishi degan bir kitobini olib o'qigan, inglizcha kitob. Coming Collapse of China degan. O kitobda shu 2010-yillar Xitoy o'rildi, Xitoy kompartiyasi o'rildi degan faraz bordi. O'rilmidi, o'zim o'qidi bu ishni. Xitoylar va xalqlar mustaq qaysi jihatdan faraz qilsa, Xitoy manda sababdan o'lib tushishi mumkin desa, bular berib shu yerni yemlaydi bular. Uni bir tush Xitoy bo'ylab shu yerni yemlaydi, o'sha qilib hozir qadar o'lmay keldi endi. Yaqin yemli kitobim chiqibdi. Endi bu yerda demoqchi o'g'lim, shu Arslan inimiz bilan Abdug'ani inimiz ikkisi intayin ishlarni qilyapti tashviqot jihatda. Bizniki hozir Türkçe tashviqotlarimiz xila obdan, xila necha damda yetishib chiqdi qilyapti.
Twitter'ımı intan canlı olib ketdi hozir. Hozir sal qurg'oq bir soha arabcha. Endi musulmonlar bizga ancha parvo qilmayotidi, Xitoydan qo'rqyotidi. Shuning o'zilamki musulmonlikqa xos emas endi, mos kelmaydi. Ashtaq bo'lsa-mu, agar qo'ldan ish qiladigan qarindoshlar bo'lsa, shu arabcha tashqi jihatda mush bir cho'ng bo'shliq bor. Shuni o'ylab boqsanglar. O'tganda Uyg'urlarniki askar bo'lishini, o'zi yashayotgan davlatda askar bo'lishini tilga olgan ba'zi fuqarolar yosh cheklimasi bormikan deb shuni so'ratdikan. Men tekshirib baqdim. Amerikaniki yosh cheklimasi 17 yosh bilan 34 yoshgacha bo'lsa bo'ldi ekan. Harbiy bo'g'ildi ekan. Uniki yetish sharti bor ekan. Bularning hammasini men nimaga chiqarib qo'ydim. Facebook chiqarib qo'ydim, ko'p asanglar bo'ladi. Andan keyin yana bir narsa maslaga deb qo'ymoqchi bo'lgan. Oldingi hafta, 2 haftaning oldida men Abdulla Ayib inimiz yozgan Mahbuslar zavodi degan kitobni uyg'urcha sipitganligi, turkchaga tarjima qilinganligi, uniki inglizchaga tarjima qilinganligini deb yordamchi lozim degandim. Andan keyin bir 30 dak o'zim bildigan qarindoshlar xat yozdim. Kelgan inkas intayin yaxshi. Biz aslida bu kitobni 10 necha qismga bo'lib, 10 necha odamga taqsim qilib bermoqchidik. Uni qildik. 10 necha emas, 20 necha odam chiqdi. Shuni tarjima qilib beray, mayerdan shay degan odamlardan. Nihoyatda xush bo'ldim. Hozir 10 necha odam buni tarjima qilyotdi, qolgani 10 necha odam zapas kuchib saqlanıqliq. Oldimizda yana necha kitob bor. Lagerdagi ishlar to'g'riliq kitob yozilyapti. Andan keyin Uyg'ur tarixi bor. Uyg'ur tarix kitobini bitay deb qoldi. Undan keyin uni inglizcha tarjima qilib biz. Shu qolgan qarindoshlar shu chog'da yordam qildi. Ish qilib bir ahvol hozir chet eldagi Uyg'urlarniki qaysi darajada uyg'unib, qaysi darajada harakatga o'tganligini ko'rsatib turdi. Shu men intan xush bo'ldim bu ahvoldan. Bunga ovoz qo'shgan barliq qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Endi eng oxirida deb qo'ydigan yana bir ish, hozir chet elda xili ko'p faoliyatchilarimiz bor. U bu yerlarga berib, hukumat o'rinlari bilan u bu yerlarda ko'rishib, boshqa qilyotdi, talablarni o'tirib qilyotdi. Hozir biz hukumat amaldorlari ko'rsak, nima talabni o'tirib qo'yamiz? Mush jihatda qo'limizda nihoyatda aniq bo'lish kerak. Men shuni bir deb qo'yay. Menimcha mundaq 5 muhim narsa bor. Bunun ichida ikkisini hozir bizning kishilarimiz da'vatidi. Uning birinchisi Uyg'urlarni qilish chiqargan zavodlarniki melini cheklash. Shu orqali u zavodlarni Uyg'urlarni ishlatmaslikka qistash bu ishi. Buni bu jihatda Amerika hukumatining 28 ta shirkatni tizimiga olib jazolamoqchi. Hozir Yevropada bu ishni qilayotganlar bor. Ammo bunday zavodlarning soni xil ko'p, 28 emas, undan jiq ko'p. Shu bu sohada ish qilayotganlar bor. Bu tilg'ilinyapti. Hukumat tarafdan, Uyg'urlar tarafdan buni aytib yaxshi ish, buni davomlashtirish kerak. Ikkinchisi Xitoyniki Uyg'urlarga solgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb tunish masalasi. Buni o'tirg'i tushyapti. Mayli chet el hukumatining amaldorlari bo'lsin yoki Uyg'urlar bo'lsin, buni tilg'iyapti. Buni aytib yaxshi yaqinda xili cho'ng tunilgan advokatlar, chet ellik advokatlar, xalqaro advokatlarmi Uyg'urlarniki besha kelgan zulmni irqiy qirg'inchilik deyish kerak degan narsa o'tirib qo'yapti. Bu bak yaxshi. Buni davomlashtirish kerak. Birinchi nuqta vatandagi Uyg'urlarni qutqizish foydasi bor. Agar shu zavodlar Uyg'urlarni ishlatmaydigan bo'lsa, agarda bir qism ishkiriga akatilgan yoshlarimiz qutulib qolishi mumkin. Shu buning foydasi bor. Uyg'urlarniki besha kelgan kunni irqiy qirg'inchilik deb atash masalasi bu bir qonun jihatdan intayin cho'ng qimmat bor ish bu. Uzun muddatni qaragan chog'da Uyg'urlarni qutqizishga foydasi bor. Shuni buni davomlashtirish kerak. Undan boshqa chet eldagi faoliyatchi qarindoshlar, tadqiqotchilar, ziyolilar agar vaqtinglar bo'lsa, nima shu Kosovo qanday bo'lib mustaqil bo'ldi. Mushsadi biroz iznib baqsanglar. Kosovoda zot qancha odam o'lgan. Ayni vaqtda Yugoslaviyada. Uningda Kosovoning ichida Amerikaniki nima? BDTning olgan necha qarori bor. Kosovo masalasida olgan qarorlar bor. U qaror ilingandan keyin shu chaqda shu Kosovoliklarni, Albaniyaliklarni qirishda to'p qo'shgan bir qism amaldorlar xalqaro sudga tortildi. Milosevikmi sudga tortilib shu qilinayotgan vaqtda o'zini o'ldirib oldi u. Ashta ishlar bo'ldi.
Anadaki üçüncüsü nimeler beriş. Küzetli taşıyıcılar beriş. Birincisi 5 mesele dedim. Birincisi Uyg'urlarning qulluq chiqargan zavod masalasi. Ikkinchisi Uyg'ur qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik deb atash masalasi. Uchinchisi BDT'dan Uyg'ur masalasi haqida bir qaror olishni qo'lga keltirish, talab qilish kerak buni. Biz kurashgan amaldorlar har qanday bu gapni deyish kerak. BDT qarasin. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmini to'xtatish haqida qarasin degan narsa. Buni talab qilishimiz kerak. Uchinchi talab. To'rtinchisi BDT va Yevropa birligi Sharq Turkistonga bir kuzatkichi o'yatsin deb. Oldi bilan BDT'dan Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan shu zulmini to'xtatsin degan qaror ilingandan keyin bu qarorniki ijro qilish ahvolini kuzatadigan bir atraf berish kerak ayaga. Ular kuzatib turish kerak. Osh orqali Uyg'urlarga kelgan zulmni to'xtatib olib bo'ladi. Bu ikkinchisi. Bu to'rtinchisi, beshinchisi bir xalqaro tekshirish umiga berib bizning vatanga zodi Uyg'urlarga qaysi darajada ziyon bo'ldi. Buni aniqlashni talab qilish kerak. Bu 5 nuqtani hamma talab qilish kerak. Endi bizning ta'limimiz bo'yicha ular ish qilib hamda buni o'qimaymiz. Bizning qo'limizdagilarni talab qilish. Oxir natijasi qanday bo'ladi buni Alloh biladi, biz bilmaymiz, lekin agar biz buni o'zimiz demasak, hozir qadarmi xalqaroniki Uyg'ur masalasida harakat qilish intan osti bo'ldi. Xitoylar o'ziniki planida asosan cho'ng o'zgarish paydo qilgani yo'qdi. Yaqinda men bugungi videoda ozroq dedim. Endi ancha o'zgarish bo'lib turibdi. Lekin Uyg'urlarga bo'lgan ziyon bak og'ir. Men nupusdan to'g'riliq bu narsani bak ta'kidlab kelgandim. Necha kun oldida yana bir video chiqdi. Jungodagi asallik matlarniki nupusi deb. Uningda yangi video, meniki farzimcha bir oyning ichida chiqqan video bo'lishi mumkin. Uningda Uyg'urlarniki nupusi 9,9 milyon 860 ming. 870 ming var. 9 milyon 870 ming. Deb e'lon qilindi Uyg'urlar nupusi. Menda yana bir material var. Xitoyniki har yil chiqadigan bir statistika kitobi var ekan. Kitob var, har yil chiqadigan. Shuniki 2018-yilda chiqqan kitobida 2017-yildagi Uyg'urlar nupusini beribdi. Menda rasm bor uniki. Kitobning o'zi yo'q, rasm bor. Uningda deyilishicha Uyg'urlarning nupusi 11 milyon 655 ming. 11 milyon 655 ming. Endi ma yaqinki videoda chiqqani 9 milyon 870 ming. Agar bu ikkisini evasanlar, hozir biz yo'qotib qo'ygan Uyg'urlarning soni 1 milyon 600 mingdan 1 milyon 700 mingga boradi. Xitoyning soni bo'yicha. Bu intan og'ir narsa. Hozir sonlar chiqdi o'tirga. Mushlardan undan foydalanish kerak. Men bularni hammasini yozib Twitterga chiqaryaptim. O'sha videolarni, Xitoyniki chiqqan kitobniki bir betini hammasini chiqaryaptim. Bundan dunyo xabardor bo'lish kerak. Buni agar biz demasak, xalqlar o'zidan deyishi ancha oson to'xtamaydi. Ancha bo'lmaydi unda ishlar. Shu biz deyishimiz kerak. Shunga mush jihatlarda chet eldagi barliq qarindoshlar kuchsasak. Hozir isbot berayotgan qarindoshlarimiz bek ko'p bo'lsa, bundan keyin sizlarniki dadamlarni tutib ketgan, opalarni tutib ketgan idoraniki partikomniki sekretarni bilsanglar Xitoyni. Shuni qo'shib chiqaringlar isbotinglarga. Nimishqa degan chaqda bizga bir kun keldi. Ashlarning hammasini hisob oladigan kun keldi. Bu xalqaro sud intayin adil. Men sizlarga bir misol deb beray. Ayni vaqtda shu Germaniya ishga bo'linib, o'tirib tamsilinib Sharq va G'arb Germaniyaga bo'lingan vaqtlarda bir qism odamlar qaçsa uni otgan Germaniya askarlari. Keyin xalqaro sudning ularni sud tatgan vaqtida shu otgan odamlarni tatgan. Otgan odamlar shu yerda men buyruqni ijro qildim desa, sen inson. Sana birisi hech qanday gunohsiz odamlarni otqin desa, sen otsang, bu sening gunohing bo'ladi. U buyruqning gunohi emas, sening gunohing bo'ladi deb shu odamlarga kesgan. Shunga hozir Uyg'urlar uchragan shu hozirgi og'ir ziyonlarniki vujudga kelishiga to'p qo'shgan intanchi odamlar bor. Xudoyim bursa vaqti kelgan chog'da bularning hisob olindi. Shunga ashning hisobini xotirasini undan qoldirish kerak hozir. Shu buniki mushlam ko'ngil bilib qo'yinglar. Ani isbot bergan chog'da tilg'asanlar nima bo'ldi desanglar, ash ishni qilgan odamlarni vaymiga soldirganga, hech bo'lmasa burunqidan sal ehtiyot qildirganga majburlaydi bu.
agar hammadan boshqa qilsa buni chuqur unum bo'ladi. Shu mushiyatni biroz kuchab qo'ysanglar. Ma'qul bo'ladi. Bu degan video ishga bo'linib ketib qoldi. Endi qanday ishga pa chiqib chiqilgan bo'ldi men. Kelar qatim ko'rishkichilik aman bo'linglar degan mashinaga so'zlay. Ma'qul amsa, xar xo'sh Allohga omonat.